Bugün siz bizga nima hikoya so'zlab berasiz? Men bugun sizlarga kishini qasligan o'zini qaslabdi degan cho'chakni so'zlab beray, ha? Vo, pek yaxshi bo'ldi. Buningdan uzun zamonlar ilgari yiroq yurtda bir hasalchi o'tgan ekan. U sahrodan hasal ekilib, butun shaharni sap hasal bilan ta'minlaydi ekan. Kunlarning birida hasalchi 10 qapoq hasal qachlab eshakka otib shaharga ketib borsa, ilgarki shaharda tunishib qolgan 10 nafar tunishi bilan uchrashib qopti. Ular hasalchini birdam orom elib mengishga da'vat qilibdi. Hasalchi ma'qul bo'lib, ular bilan birga o'ltirib uyquga ketibdi. Ular hasalchining hasilini o'zlarining qapoqlariga to'kib elib, hasal qochlarga taratqib to'pisiga suv qachlab qo'yibdi. Hasalchi uyqudan uyg'onib shaharga qarab mengibdi. Shaharga kirib hasallarini sotmoqchi bo'lib, bir to'ngni ichib qarasa, sessiq buz ko'tarilib, hasal to'ngida odam tarti laylab turg'udek. Boshqa to'nglarni osimi hammasi o'xshash chiqibdi. Hasalchi el jamoat oldida raso bo'libdi va o'zini ilk 10 nafar yo'lovchi og'insining boplaganligini o'ylab, "Xap to'xtab turish. Sallanim bir boplamasam, xap" deb eshakning quyruqi ostiga 5 dona tillani tiqib, uyga qarab yo'l oldi. Yo'l ustida yana hilqi og'iylar uchrabdi. Hasalchi ularning o'dliga kelganda eshigini bir urgan ekan, eshakning keynidan tilla tushibdi. Ular buni ko'rib hasalchidan, "Hoy og'inay, eshiging tilla tezaklaydi ekan-a? Bizga setib bersang-chu" deb yolribdi. Hasalchi setib bermaydiganligini aytib, tezroq mengibdi. Ular buni ko'rib, eshakni qat'iy setilish qaroriga kelib, hasalchiga yolribdi. Ularning ching turilishi bilan hasalchi eshakni setib beribdi. Ular eshakni qandoq baqqanda tilla tezaklaydiganligini so'rabdi. Hasalchi ularga, "Eshakka oqshimi bir o'qurg'i beda, bir o'qurg'i saman, bir o'qurg'i qo'noq sep berib baqsa, eshak kechich tilla tezaklaydi. Eshakni oyog'iga gilam sep qo'yish lozim" debdi. Ular hasalchining gapiga ishinib, qiziqib, har biri birdan eshak setib olib, hasalchi aytgan bo'yicha beqibdi. Ular atsi sahar qopib qorg'udek bo'lsa, hammasining eshigiga yangi gilamlarni raso qilib yetibdi. Biri gumon qilib, boshqalar tangini o'g'irlarga o'xshaydi deb o'ylabdi. Lekin qorg'udek bo'lsa, hammasining uyida ahvol o'xshash turg'udek. Ular o'zlarini hasalchining boplaganligini bilib, maslahatlashib, hasalchini yana bir qitim boplamoqchi bo'ldi-da, hasalchining uyiga keldi. Ularning yaxshi niyat bilan kamiganligini bayqagan hasalchi xotiniga, "Xotin, qotandagi qo'yni ochiqqin" debdi. Lekin xotini gap qilmay o'ltirgandan keyin balasiga, "Balam, xotinni chaqan qiladigan saymonni ochiqqin" debdi. Balasi uyga kirib ketib, bir kaltakni ko'tarib chiqibdi. Ayoli kaltakni ko'rib, chepib kirib qo'yni ochiqibdi. Buni ko'rgan og'ilari hasalchiga yolurib, "Og'ina, sen bu kaltakni bizga setib bergan bo'lsang, bizning ayollarimiz nihoyat o'rin, gap anglamaydi. Sen nima desang shuni berayli" debdi. Hasalchi, "Bu kaltakni sotmayman. Agar men buni setib olsam, xotinimni boshqara olmayman" deb turibdi. Oxiri ular barliq vaslini bermoqchi bo'lishib, kaltakni setib olibdi. Ular kaltakni elib uylariga berib, navbat bilan xotinni urgan ekan, hammasining ayoli o'libdi. Hasalchining yo'lda qo'shilgan bu og'ilari qattiq xafa bo'lib hasrat chekibdi. Ular bu qitim maslahatlashib, hasalchini o'ltirishni planlabdi. Hasalchi ishni oldin pamlab, bolasini o'g'ziga chiqarib qo'yib, "Meni hilqi 10 og'inam kelib qolsa, menga tezin xabar qil" debdi. Balasi o'g'izda o'ltirib, hilqi 10 og'inisining bu taraf kelayotganligini ko'ribdi va dadasiga xabar qilibdi. Hasalchi xotiniga, "Xotin, sen ularga meni o'lib ketdi degan" deb qo'yib, o'zi sham ko'rib kirib olib,
bir çoğun lom tömürni qızıtib o'ltiribdi. Hasalchining og'aylari uyga yaqinlashganda Hasalchining xotini: "Voy murabbam, o'tgan hafta ko'rib edim, o'lib ketar demabdim. Voy qanday qilay murabbam?" deb toza hoz ichibdi. Og'aylari hongtan qapti. Ular Hasalchining ayolidan nimish ekanligini so'rabdi. Hasalchining xotini: "U oqshom bozordan keptikan. Bozordan ekelgan mantadan birini yepla, suv ichay dedi. Suv ekilib bersam, suv ichib uxlab qolgandi. Ertagan qopmaydi. Balalarni dadangni to'lab chiq desam, dadasi allabirini udan yog'i safar qilgan emasmi? Yerligida qo'yib etdik. Voy murabbam, qanday qilamiz murabbam?" deb yig'isini davomlashtiribdi. Hilqila: "Hay, savr qisila." Ayol ularni qabrsalliqqa boshlab beribdi. Og'aylari ayoliga: "Siz ketib turing, keyningizni yetib boramiz" debdi. Hasalchining xudini qabrsalliqdan ketgandan keyin ular maslahatlashib: "Buning bizga sag'an seni oz emas. Uning beshiga hammamiz tarat qilib qo'yib ketayli" debdi-da, hammasi navbat bilan qabrga kirmoqchi bo'pti. Ulardan birinchisi: "Mening uningga hammadan bekrak ochig'im bor" deb qabr beshiga berib tarat qilmoqchi bo'lganda, Hasalchi qiziq to'mirni uning kassiga vashshidi qilib yiqib qo'yibdi. U dadini sirtqa chiqaramay, nomusdan untinsiz qaytib ketdi. Ikkinchisi shunday qilibdi. Bu ish o'xshash takrorlanib, Hasalchi hammasini kassiga qiziq to'mirni yiqibdi. Ular kassini silishib uyga qaytibdi. Hasalchi darhol go'rdan chiqib, qozining huzuriga arziga beribdi-da, qoziga: "Mening dadamdan qolgan 10 nafar qulim bor edi. Ular dadam o'lib ketgandan keyin menga bo'ysunmay yuriydi" debdi. Qozi: "Dadam bu haqda menga guvohlik, muhr besilgan xat qoldirib ketganmi yo'q?" deb so'rabdi. Hasalchi: "Dadam menga xat muhr qoldirsam, yutirib qo'ymasin deb hammasining kassiga tamg'a besib qo'ygan ekan" debdi. Qozi darhol chaparmanlarini avatib, ularni hozir qilibdi va qarg'udak bo'lsa, hammasining kassida rost degandek tamg'a istirg'idek Qozi Hasalchining 10 nafar og'insiga: "Salla bugundan boshlab bunu kishining quli" deb buyurib beribdi. Hasalchi 10 nafar kishini oldiga silib uyga apirib o'z ishiga sapdi. Hasalchining o og'aylari oxiri o'zining qilgan ishiga pushaymon qilib: "Biz kishini qaslaymiz deb o'zimizni qaslabdik" deyishibdi. Shuning bilan bu ish el ichiga tarqilib doston bo'pti. Aytishlar qaraganda kishini qaslagan o'zini qaslabdi degan maqol Hasalchi bilan uning do'stlarining kashmishidan iborat bo'lib qilib, bizgacha yetib kelgan ekan. Bugün mishaychilik aytib beray. Qolganini at aytib beray, ha? Yaxshi uxlanglar, qo'zlarim. Yaxshi uxlanglar.